Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli Keskin klub a'zolari. Bugun navbatdagi 168-sonni boshlashga ruxsat berasizlar. Bugungi yangi sonini Chipan jamoasining tanlagan savollar bilan boshlaymiz. Birinchi savol. Bir kishining siz nima uchun bir hadisi sharifdan yuzlab foydalar va masalalar chiqarib olyapsiz? Bitta hukm yetarli bo'lmaydimi degan savoliga Imom Azam Hazratlari qay tariqa javob qildilar? Siz nima uchun bir hadisi sharifdan yuzlab foydalar va masalalar chiqarib olyapsiz? Bitta hukm yetarli bo'lmaydimi degan savolga Imom Azam bu ishni men kelajakda keladigan payg'ambarimizning ummati uchun qilyapman. Chunki kelajakda shunday bir ummatlar keladiki, bitta hukm yetarli bo'lmay qoladi, talashib qoladi, bir-birlarini kelisholmay qoladi degan ma'noda, o'rtada ixtilof chiqib qoladi degan ma'noda shu bitta hukmni yetarli qilmasdan sahobalardan kelgan hadis shariflar va boshqa foydali boshqa yuzlab foydali masalalarni bu nega kiritgan. Tarmoqlanib ketganda bitta hukm bilan masala chiqarmayman, bitta hadis bilan masalaning yechimini topmaganda butun shunga qatishishi bor masalalarning hammasini bunga mana bizlar uchun, shu kelajakdagi avlodlar uchun shularning anaqasini o'ylab, shu o'rtada kelishmovchilik bo'lib qolmasin degan maqsadda har tomonlama qilgan. Taxtiga javob bera boshladi Imom Azam. Iroq ahliga yaxshilab e'tibor bering. Bugungi vaqtlarda yerimizga Yunon va Rum falsafalari kirib kelgan. Bu narsa chalg'itmasligi uchun men musulmonlarning suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tuzib ketgan shariat, usul va uslublarda mahkam bo'lib, dinida sobit turishlarini istayman. Shuning uchun hadis shariflardan falsafachilarga javob va raddiya bo'ladigan foydalarni izlashga va ushbu hadis shariflar borasida chuqur tafakkur qilishga, yoniga kelgan falsafachilarga dalillar kuch ekanini asoslab berishga va bu borada ular bilan bahslashishga majburman. Qolaversa, islom dini yoyilib, tinimsiz rivojlanib borayotgan davlatimizdagi yangi musulmonlar orasida paydo bo'ladigan masalalarni ham avvaldan o'ylab, farosat bilan javob topib qo'yishga majburmiz. Shular sabab bir hadis sharifdan yuzlab foydalar chiqaramiz. Turkiston guruhidan boshlaymiz. 16-savol. Xandaq g'azoti oldidan Yahud raislari Quraysh xalqini musulmonlarga qarshi urushga qo'zg'aganlarida ularning orasida Madina munofiqlaridan qay kishi bor edi? Bu ig'vogar Yahud raislari ichida Madinaning munofiq raislaridan Abu Omir Fosiq ham bor edi. Mana ishlayapman, yo'q boshi. 17-savol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'qolgan tuyalari xususida so'zlagan munofiq nima sababdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning panohlariga qochdi va u kelib yetmasidan oldin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu to'g'rida qanday so'zlar aytdilar? Tushunarlimi javob? Bu so'zni eshitgan sahobalar u munofiqni shu zamon o'ldirmoqchi bo'ldilar. Ulardan qo'rqib darhol Rasululloh panohiga qochdi. Bu kelib yetmasdan ilgari Rasululloh aytdilarki, shu hozirda bu munofiq mening yo'qolgan tuyam ustida so'z qildi. Tuyasi qayoqqa ketganini bilmagan kishi qanday qilib payg'ambarman deydi. Nega vahiy kelib tuyasining joyini bildirmadi dedi. G'ayb ishini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Ilgari bilmagan edim. Hozirda vahiy kelib tuya xabarini menga bildirdi. Shu ko'ringan tog' jilg'asi ichida burunduq ipi bilan bir yog'ochning butog'iga ilingancha tuya to'xtab turibdi. Bir kishi borib uni keltirsin dedi. 20-savol. Musulmon qo'shini 2-Badr g'azotiga chiqishdan bir kun ilgari raislardan qay kishi Madinaga keldi? U qaysi qabiladan edi va uning Makkaga borib tarqatgan qandoq xabaridan Abu Sufyon qay ahvolga tushdi? Askar yo'lga chiqmasdan bir kun ilgari Ashja qabilasidan Nuaym ibn Mas'ud Madinaga keldi. Bu kishi esa Makkaga bormoqchi edi. Bu yerga borgan hamon bu xabarni vahimalik qilib Abu Sufyonga yetkazdi. Buni anglagan Abu Sufyon ko'p g'amgin bo'ldi. 18-savol. Bani Mustaliq g'azotiga ketayotganlarida qo'lga tushgan dushman Bani Mustaliq g'azotiga ketayotganlarida qo'lga tushgan dushman josusining voqeasini bayon qiling. Payg'ambar alayhisalom 5
qachon begarlikda o'ldiravermagan. Ketayotganlar Imom arz qildi. Imom taklif qildi, yo'q dedi. ketayotganlarda dushman tomonidan yuborilgan josus qo'lga tushdi. Dushman holini andin Rasululloh so'rab berdilar. Ochiq aytgan unamay so'zga kelmadi. Iymon arza qilsalar qabul qilmadi. Boshqa chorasi bo'lmagach uni o'limga buyurdilar. Qandil degan joyda odamlar yig'layotganining xabari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hijratning nechanchi yilning qaysi vaqtida yetib keldi? Bularning maqsadlari esa Madinaga hujum qilmoqda. Agar yeri hop deb bermasa, 3 taraf tushadi. Agar bermasa, ayet için bir taraf so'raydi, 3 taraf. Keyin kimdir? 23-savol. Bid'at va nojoiz rasm-rusumlar mavzusida Muoz ibn Jabaldan rivoyat qilingan hadisni ayting. Qaysi vaqt ta'ziya bildirish uchun eng afzal hisoblanishini sabablari bilan birga bayon qiling. Ta'ziya bildirish uchun eng afzal vaqt mayitni dafn qilib bo'lgandan keyingi vaqtdir. Chunki undan oldin mayit egalari dafn ishlari bilan mashg'ul bo'lishadi. Qolaversa, mayitdan ayrilganini ular dafndan keyin chuqurroq his etishadi. Aynan shu payt ularni sabrga chaqirish, bardoshli bo'lishga undash vaqtidir. Bizning sababga ekan, Birinchi savol. 24. Mayitning merosida vojib bo'lgan nechta haq bor va ularni shar'iy qoidalarga muvofiq ado qilish kimlarning zimmalaridagi muhim vazifalardan hisoblanadi? Mayitning barcha merosida 4 ta haq vojib bo'ladi. Ularni shar'iy qoidalarga muvofiq ado qilish vorislarning zimmasidagi muhim vazifadir. Qaroq bo'lib borishlarining shariatdagi hukmi qanday? makruhi tahrimiy degan haromga yaqin bo'ladi. Makruh 2 ga Makruh degan savol kesiladi. Makruh tahrimiy degan haromga yaqin bo'ladi. Tushunarlimi? Avtomobil. Makruh bu savobni kesiladi, lekin gunoh bo'lmaydi, savob. Masalan, o'qisiz namoz o'qish makruh bu. Savobdan ayriladi. Makruh tahrimiy degan bu boshqa haromga yaqin deydi. Tushunarlimi? Ashqni o'qima. Ayollarning janozaga hamroh bo'lib borishlari makruhi tahrimiydir. Bilganimda makruh tahrimiy ekanini bilingizlar. Haromga yaqin. Qaniga? Yoshlar. Hadichaga yarasa chiqadi. O'tganda kasbiga Chipan bilan qarachib qarna guruhi bizda 2 ball oldi. Sumak guruhi 4 ball. Qarachiq bilan Chipan 5 balldi va Turkiston 7 ball bilan bugun g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz Turkiston.